Assalamu alaykum. Barlıq dünyadaki musulman qarindaşlar, bugünkü günlükdə mübarek Ramazan'a mübarek olsun. 30 gün Ramazan hayırlık olsun. Şunun bilen birge muşu Ramazan'da vatanның içinde turmuda yetivatkan, turmunun teşhidiga ki, üstü uçuk turmuda turvatkan, zulmet tatip küreş kıvatkan barlıq qarindaşlarımızın Ramazanlarını mübarekleş bilen birge ulağa bütün dünyadaki sizler üçün erkinlik üçün, sizlerinin erkinliğinle üçün, özünün erkinliği üçün, vatanның erkinliği üçün küreş kıvatkan qarindaşlar namıdın ve özemnin ailem namıdın çin kalbimden salam yollayma ve ali ihtiram bildirme. Bugün bizge bir ay oldu. Hem 2 yıl oldu. 7. ayının 5'i Ürümçi vakasida 10 minglığan qarindaşlarımız qanlıq qırğınçılıqqa duş keldi. Hem 97. yılı ilide qırılğan qarindaşlarımız mı hazır 10 yıllardan eşip ketdi. Onun mu matem qaygısı tehi bizden közümüzden ketmegen idi. Bizden qarindaşlarımız 62 yıllardan beri bizni besivağan Xitayның zulümünün üstüdün davamlıq özünün haqqani kuruşini qıp geldi. Xitay qancha bastırış, qancha öldürüş, qancha qo'rqitish, östürüş, mukofot berish, bir qismlarini aldab, özünün küçüklerini avam xalq inqilobchilarimizga selish, şunun o'xshash hiyla mikirlari bilan mu bizning xalqimizning adaletki bo'lgan tuyg'usini yo'qotib o'tmadi va o'zining milliy kimligiga va erkinligiga, imoniga bo'lgan e'tiqodini yo'qotib o'tmadi. 99% xalqimiz o'zining erkinligi uchun bir daqiqa to'xtamay kurash qilib keldi. Mana bugun, tunugün, bir kun, uning oldidagi kun, Xotanda portlagan bo'lsa, kurash oqidan Qashqarda. Onun akıdın Aksu'da. Onun akıdın ular məxfi ilan qılmağan bilen Turpan ve Qumul'da, G'ulca'da ve Ürümçi'de. Şarkı Türkistan'ın hemmi yeride inqilabçılarımız, azatlık üçün küreş kıldığan küreşçilerimiz toxtumay özünün azatlık kuruşunu kılıvatıdı. Lekin biz çet eldekilerimi qarindaşlarımız üçün boğan küreşni, qarindaşlarımızı azat qilish, vatanimizni azat qilish, Uyghur xalqining Sharq Turkistondagi her millat xalqining azatlık üçün ep boğan küreşlerimizni bir qitim to'xtatganimiz yo'q. Sharq Turkistonda yaşavatkan her millat xalqimi Uyghur xalqi tinchlikka erishaligandilar. Ular tinchlikka erishalaydi ve o'zi o'ylagan baxtga erishalaydi. O ziminde bizning ziminimiz Sharqi Turkistonda Uyghur xalqining tarixdan beri yaşap kelayotgan o ziminida birga yaşap kelayotgan qarindoshlarimi Uyghur xalqining tinchlikka erishishini har vaqt, har minut orzu qildi. Lekin Xitoy kommunistlari 62 yildan beri Uyghur xalqiga bir kunmi tinchlik bermedi. Xitoy kommunistlari bizni besivag'a vaqtida nayt chiroyli bir sapsatilarni bizning xalqimizga bergan edi. U bo'lsa-mu ozodlik armiya, Uyghur ozodlik kuni. Şinjan Uyghur Abtonom rayonining ozodlik kuni. Biz sizlarni dushmanlarning tapinidan ozod qildik. Manjuning tapinidan ozod qildik. Gomindanlarning tapinidan ozod qildik. Millitarist qirg'inchilarning tapinidan ozod qildik degan edi. Ras tarixdan beri Uyg'urlarni Manjular besvaldi qirdi. Gomindanlar Rossiya bilan birlashib ular qirdi, Stalin kommunistlar bilan birlashib. Shinsisay militarist kelib Stalinning buyrug'i bilan bizning boy otalarimiz, ziyolilarimiz
ve atağılık erbaplarımızı netçe 10 minglap kırıp taşladı. Lekin Xitay komünistleri besip kirgen vaqtida biz şularning qirg'inchiligiga zarba berdik, Uyg'ur xalqini qutqazdik, Uyg'ur xalqiga yordam qilgili keldik. Sharq Turkistonda yashayotgan, atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida yashayotgan har millat xalqiga biz ozodlik, baxt akilimiz degan edi. O'zinglar bilasizlar, biz 84% bo'lib, 16%ning 2%i Xitoy ko'chmanlari, qolgan 14% bizning qarindosh millatlarimiz bilan ko'chman millatlar 100%lashtirgan o'zi e'lon qilgan edi Xitoy. Lekin bugungi kunlikda Xitoy hukumatı bizni ozod qildimi? Bizni baxtli qildimi? Şinjan Uyg'ur avtonom rayon degan qonunni berdi. Şinjan Uyg'ur avtonom rayon bo'ldi, o'zinglarning taqdirini o'zinglar hal qilasizlar. 86% Uyg'urlar ham oz sonli millatlar eng yaxshi o'rinlarda ishlaydi. Ish o'rnini shular egallaydi. Xitoy ko'chmanlari faqat sizlarga texnikda va hokazoda yordam qilg'ili chiqadi. Biz sizlarni faqat baxtli bo'lishinglar uchun, baxtli qilish uchun yordam qilamiz dedi. Bizning oqko'ngil Turkiy xalqi, Uyg'ur xalqi, Qozoq xalqi, Qirg'iz xalqi, O'zbek xalqi, Tatar xalqi bu sapsatlarga ishondi. Hamma xalq ishongani yo'q. Bir 5% odamlar ishondi. U 5% odamlar shu Xitoyninki gapiga ishonganligi uchun echiqning beshiga, amallarga va noit imtiyozli o'rinlarga erishdi. Lekin Xitoy hukumatining oldida ularmi his qildiki, o'zining aldanganligini. Ular o'zining aldanganligini his qilgan kundan tortib, Xitoy hukumati xalqni, avom xalqni savodsizlarni kushkurtish orqali ularni o'ltirib tugatdi. Uyqusini ochganda ular ulgurolmay qoldi. Endi bir qism oshqonlar turmuga tushib ketdi. Biz yolg'iz Uyg'ur xalqini emas, bizning qarindosh millatlarimizni, Uyg'ur, Tatar, O'zbek, Qozoq, Qirg'izlarni mushu tarimning turmunlariga opirib, qon eqitib turib, optoplarda ochliqdan o'ldirib etdi. Bu ofat yolg'iz bizning beshimizga kelmadi, Sharqi Turkistonda yashagan barliq turkiy millatlarining beshiga keldi. Minglag'an, 10 minglag'an odamlar gunohsiz o'ldirildi, muddatsiz qamoq jazosi hukm qilindi. Lekin eng oxirida zarba berish obyektivi kim bo'ldi deganda Uyg'ur xalqi bo'ldi. Nima uchun Uyg'ur xalqi zarba berish obyektiviga bo'lib qoldi deganda, birinchi ko'p sonliqni egallaganligi uchun, ikkinchi bu zamin uning zamini. Uning qarindoshlari bilan uning zamini. Shuning uchun Xitoy hukumati Uyg'ur xalqini yo'qotishni obyektiv o'tirg'i qo'yib, qolganlarni o'zining do'st bo'lish obyektivi qilib ko'tirib, yolg'ondan heli mikrlari bilan ularni birlik sap obyektivlari deb akilib, ularni yeniga tortib, Xitoylarni bizga qarshi qo'yib, bizni ashning bilan yo'qotdi. Biz necha 10 yillardan beri o'zimizning milliy kimligimiz uchun, dinimiz uchun va ziminimiz uchun va axloqimiz uchun, aqidamiz uchun va tilimiz uchun, imonimiz uchun kurash qildik. Endi hozir bugun kunda qayerga keldik bilamsizlar? Uningga ulgurolmay qoldik. Uningdan o'tib ketdik. Hozir faqat jinimiz uchun kurash qiladigan bir soatga yetib keldik. Wang Lochan e'lon qildi, angladinglar? Bu Uyg'urlar bilan bizning o'tirimizdagi munosabat hayot mamat ko'rishi dedi. Hayot mamat ko'rishi degan, sen yo'q qilsan, men qolaman, men yo'q qilaman, sen qolasan deganga. Bizni mutlaq yo'qotish obyektivi yoki o'zi yo'q qilish obyektivi ikkisini o'tirg'i qo'ydi. Shuni qo'ygan kundan e'tiboran Uyg'ur xalqi o'ltirish obyektiviga aylandi. Yuqorida aytgandek, Xitoyning sistemalik assimilyatsiya qilib tugutishi yo uningga, yo buningga qarshi, yo iqtisodiy jihatdan taraqqiylanmaganligimiz, barobarlikka erishamaganligimiz, huquqimizga erishamaganligimiz, bu haqdagi kurash hammasi oxiri qilib, kishilik huquq kurashlari, odamiylik kurashlari, axloqiy kurashlarimiz oxiri qilib, biz hozir mutlaqa jinimizni qutildirish kurashiga o'tdik. Nimishqa uningga o'tdik? Xitoy hukumati o'zining kurash nishonini, o'zining strategik siyosat nishonini Uyg'urlarni o'ltirib tugutishga qaratdi.
aldırmay asmalasiya qilish, unda iqtisodiy jihatdan vayron qilish, Uyg'urlarni sistemalik yo'qotishni tezlatishga va xalqaroning mushuninga gap qilmay sukutda turishiga o'zining butun iqtisodini xalqaroga chashdi. Xitoy hukumati xalqaroning iqtisodiy jihatdan o'zining iqtisodiy jihatdan krizisga duch kelgan paytidan foydalanib, o'zining xalqarodan topgan, Uyg'urlarning qenidan topgan, neftidan topgan, oltinidan, birallaridan, go'harlardan topgan, paxta va ziminlardan topgan, gazlardan topgan milliard pulni xalqaroga xashlab, Uyg'urlarni qirsa gap qilmay turadigan holatga keldi. Shuning uchun Xitoy hukumati dal mushu xalqaroning o'zining iqtisodiga bog'lab olgan paytdan foydalanib, Uyg'urlarni endi undaq sistemalik kutib o'ldirish emas, qarshi chiqqanni qirib tugutish, qarshi chiqmaganni Xitoyga aylantirish degan siyosatni ilgari surdi. Mening xalqim hech qachon uningga bo'ysunmaydi. Azaldan bo'ysunmay kelgan. Shunda qattiq assimilyatsiyada, shunda qattiq besimlarda, shunda qattiq qirg'inchilikda, ochliqdan o'lishda, iqtisodda namoratlashishda, zo'ravonlikda Uyg'ur xalqi 62 yildan beri Uyg'urdan boshqa har qanday millat yo'qolib ketadi. Uyg'ur o'zini Uyg'ur petim tutib turibdi. Mening xalqim hargiz assimilyatsiya bo'lmaydi, hargiz bosh egmaydi. U 10% yoki 5% yoki 1% bosh ekkenler, o bizning milletimiz emas, o Uyg'ur tilida so'zlaydigan Xitoylar. Bizning oramizdagi Uyg'ur tilida so'zlaydigan Xitoylarni men Uyg'ur deb Nurbakirdak, yana birsidek, mayli chet elda bo'lsin, mayli vatanning ichida bo'lsin, chet elda turib Uyg'urlarni qo'yib bermay, vatanning ichiga yurib Xitoy anchantini qo'yib bermay degan jasuslar bo'lsin, hammasi o Uyg'ur tilli Xitoylar deb qaraladi. Uyg'ur tilli Xitoy kommunistlari odatdagi Xitoylarni bizga bunday hujum qilmaydi. Demokratiyani so'ydigan, o'zini inson deb qaraydigan Xitoylar bizning o'zimizning zimini ekanligimizni Sharq Turkistonning e'tirof qiladi va Uyg'ur xalqiga silinayotgan zulmni u xalq unda qilmaslik kerak ekanligini e'tirof qiladi. U e'tirof qilganlar Xitoy kommunistlari, Xitoyning Uyg'ur tilli kommunist Xitoylari hargiz yo'l qo'ymaydi. Lekin ularning yo'l qo'ymaganini Uyg'ur xalqi kutib, labbay deb hargiz o'tlamaydi. O'tlamag'anligining o'zinimi 3 viloyat inqilobi. O'tlamag'anligi nima? Milliy inqilob. Xalq partiyasi. Borim vaqasi. Mejlisning madaniyat inqilobidagi mejlisning vaqasi. Qizil batalyon vaqasi. Madaniyat inqilobida Urumchidagi Xitoy xunsallan degan. Uningdan keyingi yoshlarning inqiloblari. Aqsu inqilobi, Aqsuda qo'zg'algan 80-yilda qo'zg'algan inqiloblar. Uningdan keyin Il vaqasi, uningdan keyin 7-oyning 5 vaqasi, Urumchi vaqasi. Uningdan keyin Xota vaqasi, Qashqa vaqasi va Aqsu vaqasi. Hatta shoya kuchaladimi bizga Xitoy bizdan yoshirib, dunyoda yoshirgan bilan bo'layotgan inqiloblarning hammini bilib turibmiz. Har kunlikni har kun anglab turibmiz. Uyg'ur xalqi hech qachon bosh egadigan, tez pikadigan, kutib o'ladigan xalq emas. U o'zining erkinligi uchun kurash qilib, o'zining jinini berib o'lib o'tadi. Bizning xalqimiz 70 minglab odam turmida. Biz Xitoyning hukumatning veb-saytidan oldik. 70 minglab adamlarimizning ichida harbiy turmisiga akirib, o'pka uchaylarini setib yoshlarimiz samandek g'oyib bo'lib ketayotganlar, ana harbiy turmusda operatsiya qilib uchoy vag'rini dunyoga setib atadi. Uyg'urning kichikini yordar bo'lib kelsa, harbiy turmusiga ketganlar qaytib kelmayapti. Uyg'ur xalqi biz kutib o'tsaq, bizning uchoy vag'irimizni sotadi. Biz kutib o'tsaq, bizning qizlarimizni sotadi. Biz kutib o'tsaq, narisiydi ballarimizni satıdı. Siz o'ylab beqinglar, 87-yilning oldida Uyg'urlardan yanchiqchi bormidi? Bala yanchiqchi deb anglab baqqanmidinglar? Uyg'urlarni balasini satıdığanga o'rgatdi. 20 minglab, 30 minglab kichik farzandlarimiz Xitoy o'lkalarida yanchiqchi degan nomni oldi.
yançıqçılıq silvatıdı. Kim silvatıdı? Xitayning siyaseti, məxfi strategiyalik planı, Uyg'urlarni bütün dünyaya yançıqçı, oğur, zəhərlik çekimlikçi kökütüş üçün bularni bir türkürün zəhərlik çekimlikler adamini apırıp Uyg'urlarga, namurat Uyg'urlarni apırıp zəhərlik çekimlik setişini ügetkizip bulup onu özü urup öldürdü. Nemişki şunda kılıvatıdı? Xitay hükümetinin siyasetinde Uyg'urlarni, dixallarni namuratlaştırıp, yeriden arıp, suyunu bingpenge apırıp verip, yerlerini bingpenge, mol minbet yerlerini bingpenge bölüp verip, Uyghur halkının yeydiğini, işidiğini kanmıgandikin, aşındak en peskeş işlerini kılıdığanga, zəhərlik çekimlikki ügütüp, zəhərlik çekimlik satıdığan kılıvatıdı. Sizler Uyg'urlar ezelden zəhərlik çekimlik satattınlar mı? Bilmeytinler. 90-cı yılgıçı bitkek bilmeytinler. 90-cı yılda mən hükümetke deklarat yazgan. Bu nerse Şarkı Türkistan kirişik bulmaydı Şinjan Uyghur Abdunum rayonuna. Biz kırvatada aldığını erin desem aldığını olmağa. Demek sizlerin perzentinlerini yançıkçı kıldı. Özənlerini zəhərlik çekimlik kıldı. Endi kapkakan padırlarının hotullarını koskunu dombaytıp meşhur oynaydıgan kıldı. Hatta ballarını mı ahlaki cihetini yeteklemeydigan kıldı. Nim bop geçiş bilen çatığı yok kıldı. Kızlarınlarını ço jalaplık setip atıdı. Onundan kalan kızlarınlarını ço özlüğüden aldı Xitay bulduğunu ögütüp atıdı. Onundan kalan kızlarınlarını türkümlep Xitay zavutlarda azan kul kılıp atıdı. Çıraylıklarını ap çıkıp kavakallığa setip atıdı. Hatta Şanganlığa Japonya'ya setilgan kızlarımız var. Uyg'urlar bir parça nam bilen zahır yegen vaqtınladı mı? Sizler kızınlarını sırtı çıkarmıgan. Hazır hacep kızınlarını işkirik apırıp pul tepirimiz desi berdiğen bop kapsın. Kini sizlerin vicdanınla, sizlerin jürgünlerini müşk yap ketdi mi? Ha? Aş kalsak müşahede billik kalımız desenler bulmam da. Ma yerimizde burun mu cininlerini bekivat attınlar o. Burun mu kosuğunlarını bakattınlar o. Aşağıda bir zahırına yesenler mi kızınlar kışınlar da. Uygur ahlakı bilen, Uygur enanisi bilen, Uygur bulup çoğun olsun bulmam da. Manın muşlarının hemisi biz yok attık. Xitay hükümeti muşundak yok düşülen bizni yok at. Lekin muşunun gibi kanaat kılmay, muşunun gibi nefs toymay, bugün emdi çanap öldürüdügan, etip öldürüdügan, turmudu kıynap öldürüdügan, üçöy vağırdı satıdıgan derecek açıktı. Lekin Uyghur halkının kahraman oğul kızları yanı toktap kağını yok. Şunun için hazır Kaşkay'da aşı piçak götürüp çıkan ballarınla, aşı kaltak götürüp çıkan ballarınla özünün ölüşünü okumamdı. O Allah kaçan okudu. Aşı 12 balını tutup çıkırıp da 2 balını etip öldürdü sotkunmay. Karanla, ula kaltak bilen tankının aldığı vardı. Piçak bilen avtomatının aldığı vardı. Kütüp oturup ölgüçe, etip oturup sen bilen ilişip, halkımның azatlığı için öley. Muşu halkımның milli kimliği, muşu halkımның vatini, muşu halkımның erkinliği, muşu halkımның baxtlık ötüş için öley dep berip, öldü sizler için. Sizler, özəңlərinin qarindaşları aşında ölə bassa, bugün anın keldi meni tutmaydı degen bolsaňlar, ätä sizlerge keldi. Xitay komünistlerinin siyaseti, hemminlerinin anısının, hemminlerinin dadısının, hemminlerinin beşiği keldi. Şunun için biz av ülep ketdi. Vay, aşı yaman kıldı. Aşı atması olattı. Aş tutması olattı. Kağallarımız biz meyede suxançılıkını boşarak kılınma. Meyede balanlarını kırıbassa, eğerdi seniki çıkıp, balanlarını optimat ile öltegen, tünügün karındışınlarının üstüdü kini de tamaşa kögen adamını bağırınlarına kucaklap, onu mən okutumen, onun ballarını mən okutumen degenler var. Süpürüp taşlanlar cemiyetin undaklarını. Uygurlar keçinlar, vaba kesildin kaçkanda keçinlar buladın. Kenisilerdeki gurur. Halk hiç işkirip birenmesenler ölüp atkallar üçün. Hiç işkirip birenmesenler turmu diyatkallar üçün. Münafıklardın keçinlar, casuslardın keçinlar, satkullardın keçinlar. 3 vakt tamığı üçün, bir şöhret üçün silerini satıdığallardın keçinlar. Sənigi çıkıp bir ketim usul oynaş üçün silerini satıdığallardın keçinlar. Xitay askerleri keçici Uyghur yaşlarını 7. ayının 5 kırsa, et çıkıp polo yetip bizden kahramanlığımızda kutuva qalladın qıçınla. Ulağı usul oynap bəgəlladın qıçınla. Ula özünün şöhretini kütürüş, Beijing'e yığınğı beriş üçün silahını aşında sassa, yani silah aşılarının aşını, aşılarının pollarını, aşılarının daskında ömülümenler Uygurlar.
Uyg'urlar, aşınından qutulgan vaqtinglarda sizlar o'zinglarni zulmdan qutuldira olaysizlar. Sizlarda bir nafrat, bir muhabbatda bir keskinlik olsun Uyg'urlar. Xitoylarning bir gapi bor Uyg'urlar. Rebuchi dodichi deydi. Sizlar o'zinglar rebuchi, men senga teganmayman. Xitoyning siyosati bor. Lekin men sendan qocha olmayman degan gap. Qichqig'i qo'linglardan kelar Uyg'urlar. Shularni yetim qaldinglar. Vatanimizning ichidagi qahramonlarimiz, botirlarimiz 10 minglab turmada yetyapti. Endi yana qolgan botirlarimiz oshi yotganlarga chidamay, maxfiy etilgan o'ltirganlarga chidamay chiqib, Xotanda o'ldi, Qashqarda o'ldi. Men ularni terrorist, bulangchilar, qurol ko'targanlar, pichoq ko'taribdi deyotganlarni anladim. Unda demanglar. Ular terrorist emas. Ular ozodlik jangchilari. Ular pichoq ko'targisiga ular kaltak ko'targan bo'lsa, sizlar uchun ko'tardi. Ular o'lgan bo'lsa, yosh yupurmaq badanini, yosh yupurmaq go'zal vaqtini, o'zining shundoq yashaydigan davrini sizlar uchun qurbon qilib berdi. Ularni shundoq qilishga Xitoyning siyosati majbur qildi. Ularning ashnoq bo'lishiga sizning tatiyotgan azob oqibatlaringlar majbur qildi. Sizning ko'zinglardan oqqan yosh, sizlarning tinsiz uninglarni chiqarmay, xunuq ko'zlaringlar bilan bir-biringlarga tikilib qarab, yuraginglardagi hasratlaringni aytolmay, mushunda qarab, qandaqdir birinidan umid kutgan ko'zlaringlar ashlarni o'lishga majbur qildi. Sizlarning ko'zlaringlarda talab qilgan talabga ashlar jini bilan javob berdi. Qiyni bilan javob berdi. Turmadikilar bir umrlik hayoti bilan javob berdi. Uyg'urlar uyqunglarni ochadigan vaqt keldi. Buningdan necha 10 yillar burun, 100 yillar burun Abduxoliq Uyg'ur yezib ekan. Shu vaqtda uyqunglarni ichinglar deb. Yanılaman deyman, uyqunglarni ichinglar Uyg'urlar. Bir-birimizga muhabbatimizni beraylik. Ondaq bir-birimizni yo'qotmaylik, bir-birimizni tashlamaylik. Aşı o'lganlar uchun bo'lsinmi ittifoqlashaylik. Aşı o'lganlar uchun bo'lsinmi biz ashining oqida mangaylik. Biz xalqni qutqizaylik. Biz o'zimizni qutqizaylik. Xitoy hukumatiga sizni o'ltiraman deb chiqdi. Siz Xitoy hukumatidan o'zingizni ozod qildigan davr pishib yetdi. Siz o'zingizni ozod qiling. Butun dunyodagi barliq chetkichi ketgan Uyg'urlarga oldi bilan murojaat qilaman. Birlikka kelinglar. Bütün chat elde sizler erkinliğinler var, hiç nimeden korkmanglar, bir vaqt tamıqınlarını bolsun Uyg'urning kirish uchun ajırtıp qo'yinglar. Muxbirlarni tapqan yerda tashkilotga uyushinglar, Dunyo Urqultining atrofiga uyushinglar, muxbirlarga tapqan yerda Uyg'urlarning o'zi uchun kurash qilayotganligini aytinglar, o'zinglar uchun kurash qilinglar. Qanday yo'l bilan bo'lsin, o'zinglarning kurashini o'zinglar amalga oshiringlar. Men oldi bilan Sharq Turkiston ichidagi biz uchun jon berayotgan qarindoshlarimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ular uchun ta'ziya bildiraman. Men oldi bilan ularning ota-onasi va urug' tuqqanlari avlodining hol so'rayman. Ulardan yaratgan Allohdan ularga sabr tilayman. Ularning ashunda qahramon farzandlaridan faxrlanishini va shuning bilan birga butun Uyg'ur xalq bilan birlikda men faxrlanaman. Ular bizning qalbimizda hayot. Biz ular baskan izni besib mangimiz. Biz çokum bar imkanımız bilen özümüzün azatlık için kuraş kılımız. Biz kuraş kılır ikenimiz, ittifaklaşır ikenimiz azat kılımız. Uygur özünün kenini töküşünü, cenini berişini ügünüptü. Demek biz azat kılır ikenimiz. Biz azat kılımız. Xitay bizni kural bilen, atom bilen, yanın birinin bilen to'xtatib qalanmaydı. Bizni tügütenmeydi. Bunun misali Yahudilarga qaranglar. Bunun misali Sudan'a qaranglar. Bunun misali Kosovo'ga qaranglar. Kurash qilgan bir millat azat bo'lmay qolmaydi. Kurash qilmagan bir millat sharmandilik bilan dunyodan yo'qolib ketadi. Biz bizning yüzimizni ash qahramonlarimiz oqatyapti. Biz hergiz hech bir Uyg'urning eng munofiq deganlardimi meningcha 1%, 5% vatanparvarlik bor. Ularning qaytib kelishini umid qilamiz. Ularning o'zining vatan uchun kurash qilayotgan qahramonlarning atrofiga uyushishni umid qilamiz. Agar ulardan har qanday xatoliklar o'tgan bo'lsa-mu, kechirishini va ularni tuzitib yetaklashini va ularni yetaklashini agishni umid qilamiz. Yetaklash bir tarafdan kelmaydi. Xalq rahbarlarini yetaklaydi.
rahbarlar xalqni yetaklaydi. Shunda bo'lganda bir millatning taqdiri hal bo'ladi. Qarindoshlar, yana bir qitim vatanning ichida jon bergan, qon bergan, yetib-atgan, turmida yetib-atgan, yo'qolib ketgan qarindoshlarimiz uchun ta'ziya bildiramiz va ular uchun qayg'uramiz va ularning qahramonligidan faxrlanamiz va ularning ota-onasiga, oilasiga Allohdan sabr tilaymiz va biz ularga chunqur oliy ehtirom bildiramiz, chunqur ta'zim qilamiz va ularning turmushlarini va hayotlarini bor imkonimiz bilan qo'g'daymiz va yordam qilamiz. Bütün dünyadaki qarindoshlar, vatan ichidagi tutilgan, etilgan, turmida yotganlarning oilasini o'zinglardan yuqori bilinglar. Ularga bir naysanglar, birini ularga tashlab beringlar. Ularni osh qo'ymanglar, ularni o'qishsiz qo'ymanglar. O'lib ketganlarning oilasining egisi xalq. Biz oldi bilan yaratgan Alloh ondan qolsin. Biz mushundaq bir-birimizga egi chiqqanda biz ozodlikka erisha olamiz. Rahmat. Yansın her yerde. Mübarek Ramazan'a mübarek olsun. 30 gün Ramazan hayırlı olsun. Şunun bilen birge şu Ramazan'da vatanның içinde turmada yetib atkan, turmunun teşhidigi ki üstü uçuk turmada turib atkan, zulmet tatip kurash qilib atkan barliq qarindoshlarımızның Ramazanlarını mübarekleş bilen birge ularga bütün dünyadaki sizler üçün erkinlik üçün, sizlerning erkinliginler üçün, özünün erkinligi üçün hazır 10 yıllardan eşip ketdi. Onun matem kaygısı tehi bizden közümüzden ketmeyen idi. Bizden qarindoshlarimiz 62 yıllardan beri bizni besib algan Xitoyning zulmining üstüden davamlı özünün haqqani kurishini qilib keldi. Xitoy qancha bostirish, qancha o'ltirish, qancha qo'rqitish, o'stirish, mukofot berish, bir qismlarini aldab, o'zining Assalamu alaykum. Barliq dünyadaki musulmon qarindoshlar bugungi kunlikda muboraklarni avom xalq inqilobchilarimizga selish, shuning o'xshash hiyla mikrlari bilan bizning xalqimizning adolatga bo'lgan tuyg'usini yo'qotib o'tmadi va o'zining milliy kimligiga va erkinligiga, imoniga bo'lgan e'tiqodini yo'qotib o'tmadi. 99% xalqimiz o'zining erkinligi uchun bir daqiqa to'xtamay kurash qilib keldi. Mana bugun tunugün, birnökün, onun aldidagi kun, Xotanda partlagan bo'lsa, vatanning erkinligi uchun kurash qilayotgan qarindoshlar nomidan va o'zimning oilam nomidan chin qalbimdan salom yo'llayman va oliy ehtirom bildiraman. Bugun bizga bir oy bo'ldi. Hem 2 yıl bo'ldi. 7 ayning 5-i Ürümçi vaqasida 10 minglagan qarindoshlarimiz qonli qirg'inchilikqa duch kelgan. Hem 97-yili elida qirilgan qarindoshlarimiz